Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan bugungi obzorimizda Dongfeng Aolius L7 avtomobilini obzorini qo'ldan kelgancha harakat qilib barcha xarakteristikalarni aytib o'taman. Ushbu avtomobilimizni bemalol BYD Yuan Up avtomobiliga raqobatchi desak ham bo'ladi, chunki komfortlari почти bir xil. Yuan Up'ni ozgina xarakteristikasini, buni ozroq xarakteristikasini sizlarga aytib o'tishga taqdim etaman. Xo'p, avtomobilni birinchi bo'lib narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda avtomobilimizning narxini $22,000 berib yuboryapmiz. Bu bazaviy pozitsiyasi bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa akalar, nasiya savdo va naqd pulga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam biz obzorni boshladik. Ekrandan uzoqlashmay turing. Kanalimizga podpiska, like bosishni unutmang. Biz bo'lmasam ketdik. Xo'p, avtomobilimiz bitta to'liq zaryadkada 518 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. BYD Yuan Up avtomobili esa 400 kilometr zapas xodga ega. Ko'rib turganingizdek, dizayni ham juda ham chiroyli ishlangan avtomobilimiz. Xo'p, oldi faralariga birinchi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana oldi asosiy farasi mana bu bo'ladi. LED faralar uzun. Mana bu ko'rib turganingizdek uzun holatda, faqat mana shu yerda fara bor. Pastlarda hech qanaqa fara yo'q. 360 graduslik kamerasi bor avtomobilimizda. Batareyka kilovatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 62 kilovat batareyka sig'imiga ega. Ya'ni BYD larda zaryadkasi qo'yilgan, железо fosfat batareyka qo'yilgan avtomobilimizga. Hop, bu железо fosfat batareyka haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, BYD zavodning o'zi bilsanglar batareykaga 15 yil, 20 yil garantiya beradi. Shunaqa buni batareykasi ham 15 yil, 20 yil buni ham batareykasiga zavod garantiya bergan. Ya'ni BYD'da batareykasi bilan bir xil. Batareyka kilovati ham yana qaytarib o'tyapman. 62,5 kilovat. Xo'p, balon razmerlariga keladigan bo'lsak, Harmonio degan balon taqilgan avtomobilimizga. Hop, 225-60R18 dyumli balon taqilgan. Ko'rib turibsizlar, bu oqga tepasi qora bo'lib kombinatsiya qilingan. Buni avtomobilimizda 3 xil pozitsiyada bor. Ya'ni bunda hozir abduf abograf yo'q va panorama lyuk yo'q. Buni panorama lyukligi bo'ladi, abduf abograf sidinaligi ham bo'ladi. 630 km zapas xodiga egani bor. Eng ko'p pozitsiyasi panorama lyuk, abduf abograf hamda 630 km gacha zapas xodlisi bor. Lekin hozirgi bozorda absolyutni Yuan Up'ga raqobat bo'layotgani mana shu pozitsiyasi bo'ladi. Chunki narxi bir xil. Yuan Up'larda ham eng full pozitsiyasining narxi shunaqa sotilyapti. Taksichilik qilaman desanglar ham bemalol olsanglar bo'ladi. Undan tashqari oilaga ham juda ham yaxshi avtomobil. Hop, orqalariga, dizayneriga, interyeriga keladigan bo'lsak, mana bu qismi polniy fara, LED faralar juda ham chiroyli ishlangan. Avtomobilimizni uzunligiga to'xtalishdan oldin ma'lumot aytib o'tib ketaman. 5 litr zaryadkada avtomobilimiz 30% dan 80% gacha 46 minutda zaryadga ola oladi. Masalan, uzoq yo'llarga, O'zbekiston sharoitida uzoq masofalarga ham bemalol avtomobilimizda yursanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu qismidan zaryadga oladi avtomobilimiz. Bistri va uyda bunisi esa bistri. Ko'chada 46 minutda zaryadlaydi. Bemalol uzoq joyga ketayotgan akalarimiz ham uzoq yo'lga yuraman desanglar ham bemalol avtomobilda olsanglar bo'ladi. Hop, orqa bagajiga bitta ochib ko'rsataman. Orqa bagaji elektronika. Sidinalarni yotqizsanglar juda ham keng bo'ladi. Bu zavod tomonidan qo'shib berilgan o'zining zaryadkasi. Mana orqa bagajni ko'ryapsizlarmi? 500 litr taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda 500 litr bagaj qismini o'zi. Sidinalar yotqizganda esa 1100 litr avtomobilimiz. Mana orqa bagajlari ham elektronika. Xo'p, endi avtomobilimizni uzunligini ham aytsak bo'ladi. Avtomobilimiz uzunligiga to'xtalib o'tamiz endi. Xo'p, uzunligi 4,60 m, ya'ni 4,60. Agar millimetrda aytadigan bo'lsak, 4685 mm, eniga 1900 mm, bo'yiga esa 1617 mm, ya'ni 1,60. Mana bunaqasiga eni juda ham keng avtomobilimiz. 1,90 eniga keladigan, to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avtomobil mana ko'rib turibsiz, yaqinlashtirdim. Eniga 1,90, bo'yiga 1,60, uzunligiga 4,60. Xo'p, endi ichki salonlariga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz avtomobilimizni.
eshiklari mana bu holatda qulaylik uchun qilingan, ya'ni bu yurgan mahalliylarda ushbu narsasi ochiladi, ya'ni yopiladi. 360 gradus kameralari bor. Mana ko'rib turganingizdek tashqarini o'zida 6 dona kamerasi bor. Ushbu avtomobilimizda sanab o'tamiz. Bitta, oldi tomonda bitta, orqa tomonda esa bitta, narigi tomonda bitta, 4 ta bo'ldi akalar. Tashqarida 4 ta dona kamerasi bor ekan, adashdim men 6 deb 4 ta dona kamerasi bor. Xo'p, parktroniklarga keladigan bo'lsak, avtomobilimizning orqa qismida 4 dona parktronik bor, oldi qismida esa parktronika mavjud emas. Xo'p, mana joyida ko'rsanglar, mana bular ham yonadi. Mana bunisi kamera. 5 ta dona kamerasi bor ekan. Orqa tomonda 2 ta, 2 ta yonida bittadan, oldida bitta dona kamerasi. Общий salon tashqarisida 5 ta dona kamera. Endi salonchiga kirsak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, salon qismi juda ham chiroyli ishlangan. Mashina mo'yka qilinmagan, ahamiyat bermaysizlar. Skladimizda o'zidan syomka qilib sizlarga yoritib bermoqdaman avtomobilda. Mana bismillah. Avtomobilimizni mana akalar 97% zaryadkasi bor. 504 km ko'rsatmoqda. Endi bilasizlar, железный паспортning batareyka bemalol ishonsangiz bo'ladi. Masalan, BYDlar sinovdan o'tib bo'ldi. Bu ham BYDda batareykasi qo'yilgan, demak ushbu avtomobilni ham sinovdan o'tgan deb hisoblasak bo'ladi. Xo'p, monitoriga to'xtalib o'tamiz akalar. Ushbu avtomobilimizda abagrev yo'q. Konditsioneri bor. Mana ko'rib turganingizdek. Elektromobillarda bilsanglar juda ham tez sovutib yuboradi. Mana bu yerda mana 4 dona, tepada 2 ta, bitta, mana bu yerda yana bitta konditsioner joylari bor. Bismillah, eshigimizni ham yopib oldik. Ajoyib avtomobil bu. Qaranglar, mana yerda 2 dona pastakanlik, mana yerda ham yana 2 dona pastakanlik bor. Xohlasanglar yopib qo'ysalar, xohlasanglar ochib olasizlar. Mana bu yuradi bar qismini. Ochiladi. Mana bu yerga yana uylarga keraklik, mashina texnik pasport, boshqa narsalarni topib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yopib qo'ydim. Bunda ko'pchilik aytmoqda, savollarga ham shu yerda javob berib o'tib ketaman. Avtomobilda beprovodnoy zaryadka bormi deb so'rashmayapti. Ushbu avtomobilimizda beprovodnoy zaryadka yo'q akalar. Beprovodnoy, lekin mashina baquvvatligi akalar ham zo'r desak ham bo'ladi. Mana yerda telefon qo'yish uchun joy, mana bu yerda telefon qo'yish uchun joy, mana bu yerda ham ajoyibgina katta joy bor. Mana yerda USB port. Bardachok avtomobilimizda mavjud. Juda ham katta bardachok bu. Sidinalari esa eko koja bo'ladi. O'rta manberi esa napa koja bo'ladi. Lekin sidinaning baquvvatligi ham zo'r. Hali ba'zi mashinalarga chiqsanglar ajoyib hidi bo'ladi. Bunda unaqa hidi yo'q. Xo'p, avtomobilimizda lyuk qismi mavjud emas. Hop. Keyingi to'xtalishlarga mana bu yerni ko'rib turibsizlar, mana oddiy chiroqlar. Mana avarinkasi mana bu joyda joylashgan. Bu yangi model hisoblangani uchun hozirda почти barcha modellarda mana bu yerda skorisi chiqmoqda. Ya'ni поворотник o'rniga skoris. Bemalol tormoz etasizlar, skorisga urasalar, mana bu yerda parkovka bor. Ko'pchilik shunga ahamiyat bermaydi. Parkovkasi qayerda deb so'raydi. Mana akalar ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, qaranglar. Pastga oldiga tormoz bilan, tepaga, orqaga bitta qismlar neytralkaga bo'ladi. Bitta ikkita neytralkaga, ikkita anaqaga. Mana bu yerda tugmachasi bor. Bu esa avtomobilda parkovka bo'ladi. Ruchno, ya'ni tortiladi mana bu yerda. Bu yer tomondan поворотниклari avtomobilimizni mana bokovoy поддержкасы bo'ladi bu. Bu yerda bu tomonda avtomobilda bokovoy поддержка borligini endi bildim. Sizlar ham bilib qo'yganinglar yaxshi. Xo'p, mana bu yerda mana chiroqlarni boshqarsanglar bo'ladi. Dvornik. Mana bu joyini ko'pchilik so'raydi, nima bu deb. Bu orqa dvornikniki. Orqa dvornikda ishlasanglar bo'ladi. Keyin mana izib tursanglar, bu yerdan suv ham sepadi oldida. Suv sepib ishlaydi. Xo'p, endi avtomobilimizda adaptivniy ключ kontrollari yo'q. Qo'shiqda ko'ryapsizlar.
Akustikasi juda ham zo'r ishlangan. Akustikasini ko'rdinglarmi? Akustikasi juda ham yaxshi. Ancha-mancha mashinada men o'tirib obzor qilgan avtomobillarga qaraganda buni akustikasi juda ham yaxshi. Bu yerda muzikalarni boshqarsanglar bo'ladi, monitor, konsollarni boshqarsanglar bo'ladi, ekran, lekin menga yoqdi. Masalan, avtomobil ortiqcha narsalari yo'q. Ortiqcha tugunchalar yo'q. Albatta har bir odam kerakli bo'lgan narsalari. Bu esa bakovoy to'g'rilaydigan fishkalar, shunga o'xshagan narsalar. Menga avtomobilning masalan oddiyligi yoqdi. Xo'p, endi orqa tomoniga bitta o'tamiz avtomobilimizga kelib. Orqa tomonini ham mana ko'rsatib o'taman. Keyingilarini ko'rib turibsizlar. Juda ham keng ishlangan. Deyman mana akalar. Orqa tomon men hozir oldida bemalol o'tirdim. Meni semiz bola ham emasman. Bitta mush, pashti ikkita mushlik joy bor. Bemalol gavdali odamlar o'tirsa ham 3 kishi sig'adi avtomobilda. Orqa tomonda ham chiroqlari bor ekan akalar, o'g'raylar. Orqada bunisiga ahamiyat bermagan edim. Obzorlarni men ham ko'rdim, o'rgandim xarakteristikasini. Qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib beryapman, o'g'raylar mana. Chiroqi. Hop, mana bu yerda tushadigan joy yo'q ekan. Signallar kengligi juda ham yaxshi. Agar ozg'inroq odam bo'lsa 4 ta sig'adi. Sal semizroq to'lishgan odam bo'lsa, endi biz o'zbekchilikda 4 ta odam sig'adi deb yubordim. 3 ta odam bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizning ot kuchini aytish esimdan chiqib qolibdi. Avtomobilning ot kuchiga keladigan bo'lsak, avtomobilimizda 270 ta ot kuchi bor, maksimallik tezligi esa 160 km akalar. Xo'p. 220 ta emas, 242 dona ot kuchi bor ekan avtomobilimizda. Hop. Maksimallik tezligi esa 160. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz dizayni juda ham oqqa qora kombinatsiyada chiroyli ishlangan. Orqalariga bitta tonirovka uldirib olsanglar juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, avtomobilda obzor yoqqan bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Narxini yana to'xtalib o'taman akalar, 21500 dollardan 22500 dollargacha. Endi narxlar o'ynab turadi. Masalan, telefon qilganinglarda 21500 ham bo'lib qolishi mumkin, 22500 ham bo'lib qolishi mumkin. Shuni hisobiga akalar telefon qilsanglar, narxini chiroyli narxlarda sizlarga ham, bizga ham manfaat tegadigan manfaatli narxlarda kelishamiz va sizlarga chiroyli qilib beramiz. Avtokredit yo'q, avtokreditda telefon qilmanglar, sizlardan iltimos qilib qolaman. Naqd yoki-da nasiya savdo bor. 1 yildan 3 yilgacha nasiya savdo qilib olsanglar bo'ladi, lekin avtokredit 1000 barobar bizda yo'q. Xo'p. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Avtofakt kanalimizga albatta kommentariyada o'z izohlaringizni yozdirib qo'yasiz. Inshaalloh bundan keyingi obzorlarimizda yana ham yaxshiroq va sifatliroq kadrlar olishga harakat qilamiz. Sizlar bilan bugun Oyatullo bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.